Turqay ket. Turqay ket. Turqay ket. Tur ket. Oy ket. Yaxshilikcha. Oy yaxshilikcha. Bor yaxshilikcha. Yaxshilikchaga qoldimmi? Hozir ush turishingda ham bor ket. Kızım oldu karavlaşık geldi. Ay Xudo. Bir bu kadar oldu. Joyce dur babanın yüzüne görüyorum. Siri yaptım lütfen. Cevap verirsin. Öyle başlarız. Var tur ket ha. Men she'rgacha olingan. Men she'rdan kelgan. Boshda o'ng tarafim suyagini polnay yo'q. Hali ham Allohning qudrati ekan. Kechalar tahajjud o'qiganlarimni to'xtamay joynamozda turib Allohdan so'raganimni yashash uchun kurashib o'ziga keldi. Bu akani o'rinlarga o'zingizni qo'yib ko'rib, hamma joyingiz sog' bo'lganiga shukr qiling. Birinchi o'rinda so'raydigan narsam shu. Akasi bilan chiqib shu mashina yuvib kelamiz deb avtohalokatga uchragan. 99-yil o'lim. Voqea joyida olamdan o'tdi. 5 oyda boshida mana 9 marotaba operatsiya bo'lgan. Ovqatlanish qanaqa katta ne'matligini hozir mana shu akamiz orqali sizga bitta ko'rsatib bermoqchimiz. Ovqat shu yerdan berasiz. Ha, mana shu yerdan beraman. Suvni ham unaqa qo'yib ichadi. Shunda oshqozonlarga bu ovqat yetib boryapti-da. Ha, mana shu yerga mana oshqozon bu ham mana bunaqa bu qonli ko'p yil qo'yilgan ham biri. Ovqat chiqib ketyapti bu yerdan ham. Bergan ovqatimiz keyinroq chiqib ketadi, yutalsa. Mana shunaqa qilib ovqatlantiramiz baland. Qo'llarini ham mana chaqaloq qanday bo'lsa shunday. Hech kim farzand o'g'lidan kiyinmasin bolam. Bolam uchun to'xtovsiz kurashyapman, to'xtovsiz. Ehson qiladigan yaqinlaringizga mana shu videoni tashlaysiz. Dalolat qilasiz. Sana ham ehson qil, ey inson. Agar sen shu holatda bo'lganingda nima qilarding? Shukrki, seni holating sog'lom. Mana shu shukr haqqini ado etish uchun ham yordam berib, ehson qilish qo'lingizdan kelmaydimi? O'rtoqlar, mana shu yerda Azizbek Yo'ldoshev nomida 6 ta karta chiqadi. Imkoningiz yetgancha ehson qilasiz, videoni ko'proq odamlarga tarqatasiz, kommentariyada duo qilasiz. Bu videoni biz 48 soatga qo'yamiz. Xudo xolasa sababini qo'yamiz, natijasi Allohdan. Hech qachon farzandimni bilsin, jon bolajonim.